Salom obunachilar, sizlar bilan men Giraftanus. Men nega video qo'ymoqchi edim? Mana men bitta dahshat video qo'ymoqchi edim, afsuski o'xshamadi mana. Yerib ketdim, motivatsiyam o'ldi. Qattiq o'xshamadi pulga. Kim olaman? Oddiy video qo'ysa ham o'zimda ovozimda montajlab olaman. Kim qo'yib bersa ham ortiga o'ynab shunday turib qilsa. Yo'q, menga qilib beringlar, kimdir bo'lsa qilsa. Onamizlarda adashib qo'yyapman. Shunga men video qo'ymayman kemayapti. Motivatsiya ham yo'q. Obuna ham bir kelmayapti. Shu necha kun bo'lgan bo'lsa kanalni ochganimdan beri shu nechta video qo'ygan bo'lsa, hamma videomni qo'shganda erang 7 soat ko'rilgancha yapti. U kamda bolalar, kam bir kishi hamma videomni to'liq ko'ribdi xolos. Boshqalar to'liq ham ko'rmadi. Shunday kirib o'tkazib yuborgan. Lekin 1 soatdan ko'pda video emas. 7 soat o'ylanglar bir kishi. Deganda ham 10 soatcha chiqib bo'lsa kerak. 10 minutlik videolarim bor. 10 minutda ham ko'rganda 10 ta odam ko'rsa 1 soat. U videoni juda ko'radi, lekin 10 soat chiqmayapti. Короче, bo'pti vallahi video chiqaramanmi, chiqarmaymanmi endi bilmadim. Endi shu sizlarga bor. Shu videoda 10 ta like yig'inglar. Men 100 ga 100 video chiqaraman. Gapimga men javob berganman. Dalshi.